Bir ona aytayapti. Men bir kuni erimni bir gapidan xafa bo'ldim. Keyin so'yindim dedi. Erim menga qarab turib aytdi. Farzand dunyoga keldi, farzandning chiroyliligidan, uni qiliqlaridan ikkomiz tong ottiramiz dedi. Ustida tomosha qilib o'tirib tong ottiramiz dedi. Bolamiz chiroyli qiliqlar qiladi dedi. Keyin sekin-sekin bolamizni tili chiqdi dedi. Sekin-sekin oyog'i chiqdi dedi. Bolamiz yuradigan bo'lib qoldi dedi. Keyin bir kuni bolam ahli yetmasdan meni so'kib yordi dedi. Hali ayol aytayapti. O'sha paytda erim haligi bolamni, "O'y, onangni xafa qiladigan bo'lsang, seni bola qilmayman" dedi deydi. O'sha paytda men erimga qarab turib, "Hay, bu yosh bola, nimaga yosh bola unaqa deysiz? Tek qo'ying, bu kichkinada" dedim deydi. Oradan 15 yil o'tdi deydi. 20 yoshga kirganda haligi bolam menga, "Siz nimani bilasiz?" deb chiqib ketdi deydi. O'shanda erimga bir qaradim, atrofimda boshqa himoyachi yo'q. 15 yil avval bolam 5 yoshida meni so'kib menga qo'lini siltaganda, otasi tarbiya qilaman deganda oralashib qo'yuvdim. 20 yoshda stolni urib turib, "Ey ona, siz nimani bilasiz?" deb chiqib ketganda, atrofimda himoyachilik ko'rmay erimga shunday qarasam, yerga qarab turib, shunday dedi deydi. Qarang. Nima deb o'ylaysizlar? Aslida bu ayolga bunday deyish kerak edi. Mana shu o'zing ekkan meva. O 5 yoshida so'kkanimda aralashgansan, endi o'zing ko'r deyish kerakmidi? Shuni demabdi. Hali ayol aytadi, erimga qarab tursam, qo'limni ushab turib, onasi bizni oramizni